Salom qizlar. Bugun darsimiz 20:00 da bo'lib o'tadi. Bu darsda nimani o'zgartira olasiz? Asabiy bo'lib, ancha vaqt qolib ketishingizdan ozod bo'lasiz. Masalan, jahlingiz chiqadi, kimgadir chiqargingiz keladi, chiqara olmaysiz, holatingiz og'irlashadi yoki bolalaringizga o'tkazasiz. Aslida alamingiz boshqalardan olgan bo'lasizda, boshqalarga sochasiz. Va bu narsa sizni doimiy qiynayotgan bo'lsa, o'sha ichingizdagi buntni turib qolgan buntni chiqara olmayotgan bo'lsangiz, aynan bu dars sizga yordam beradi. Ichki holatingiz, masalan, o'sha narsa chiqib ketmas ekan, holatingiz yaxshilanmaydi. O'sha bunt turaversa, sizni pul kelishiga, pulga ochilishga, o'zingizni anglashingizga, o'zingizni tanishingizga juda katta xalaqit beradi. Aynan mana shu ichdagi buntni chiqarishni, o'sha asabiylik holatidan chiqishni istaganlar uchun bu darslik va o'zini tanlashi xohlayotgan, o'zini istaklarini bajarishni, o'z orzularini, qiziqishlarini uyg'otishni xohlaganlar uchun ham bu dars. Bu darsda doimiy qo'llaydigan praktikalar beraman. Ya'ni hayotingizda pulni ko'paytirishni xohlayotgan bo'lsangiz, rivojlanishni xohlayotgan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatni to'g'irlamoqchi bo'lsangiz, aynan bu darslik yordam beradi. O'zi bittagina darslik, lekin shunaqa katta kuchga ega, katta ma'nosi bor, ya'ni sizni katta o'lchamga sakratib yuboradigan darslikda. Judayam kuchli dars deb ayta olaman. Bu oddiydek tuyulgani bilan, lekin judayam kuchli dars va hayotingizda qo'llaydigan ko'p instrumentlarni beraman. Bitta emas, bir nechta. Bularni siz hayotingizda qo'llaysiz va hayotingiz 360 gradusga o'zgaradi. Buni to'g'ri bajarsangiz, men garantiya bera olaman natija berishiga. Men sizlarni kutib qolaman. Bu darslik aynan kerakli dars hamma uchun, aynan hamma uchun. Aniq aytaman, hammaga yordam beradigan dars.